Farg'onadagi eng birinchi va oxirgi bo'lmagan xalqaro kitobxonlik festivaliga xush kelibsizlar. Mana hamisha so'rashadi. Mana bemalol aktyorlikni, yuristlikni, jurnalistikani mana shu sohalarda katta yutuqlarga erishyapsiz. O'shani siri nimada? Mana bugun o'sha sirni aytadigan payt keldi. Ushbu sirni negizida ana o'sha joyda joylashgan Farg'ona viloyati Ahmad al-Farg'oniy nomidagi kutubxonamiz. Men ham qachondir mana shu yerda o'qib, jahon tillari gimnaziyasida ushbu kutubxonadan chiqmasdim. Lekin shunaqa paytlar bo'lganki, o'sha kutubxonadan ko'plab kitoblarni o'g'irlab ketishga majbur bo'lgan paytlar ham bo'lgan. O'tgan yili o'sha